Yaqında ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sillarda oshkorlanishicha, Xitoyning atalmish yuqumni nolga tushirish bahonasi bilan Sharq Turkistonda ijro qilayotgan ishni taqab oilaga qamab osh qo'yish, davolamay qiynash qilmishi Xitoyning Sharq Turkistonni xitoylashtirish razil plani doirasi ichida Sharq Turkistonga yerlashtirilgan Xitoy oqqonlariga ta'sir qilgan bo'lib, Xitoy oqqonlari 9-oyning 5-dan boshlab Sharq Turkistondan qochishga boshlagan. Dünya Uyghur Qurultayı lager şahitleri ve Avustraliyadaki Uyghur cemiyetlerining mas'ullaridan tarkib topgan bir heyet 11 ayning 24 kuni Avstraliya parlamentida bir qism parlament a'zolari Tashqi ishlar ministrligi rahbarlari bilan uchrashib, Uyg'urlarning vaziyati haqida ma'lumot berdi va Avstraliya hukumatini Xitoyni jazolash sepiga qo'shilishga chaqirdi. Dünya Uyghur Qurultayı raisi Dolqin Aysa apandi boshchiligidagi hay'at ikki guruhga ayrilib, Avstraliya poytaxti Canberra shahridagi parlamentda muhim uchrashishlar elib borgan bo'lib, Avstraliya parlamentida o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'iniga ko'p sondagi muxbirlar ishtirok qilgan. Malayziya podshohi Sultan Abdullah Shah 15-umumiy saylamdan keyin hukumat qurish vazifasini parlamentda eng ko'p vakillikka erishgan Umid ittifoqi rahbari Anvar Ibrohimga berdi. Ma'lum bo'lishicha, Anvar Ibrohim apandi rahbarligidagi JPM, ABM qatorliq Malayziya tashkilotlari yillardan beri Sharq Turkiston davosining Malayziyada kuchli kun tartibga kelishida muhim rol o'ynamoqda. Shundaqla muhojiratdagi Sharq Turkiston xalqi uchun turli sohalar bo'yicha yordam va hamkorlikni davomlashtirmoqda. Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harris 22 noyabr Xitoyning xirisiga duch kelgan Janubiy dengizdagi davlatlarning zamin butunligi va yo'l yurish erkinligini qo'g'dashga chaqirgan. Harris so'zida Xitoyni tilga olmagan bo'lsa-mu, ammo u Amerikaning Janubiy dengizda qo'rqitish va majburlashga duch kelgan shartnoma ittifoqdoshi Filippinni qo'llaydiganligini ta'kidlagan bo'lib, uning bu so'zining Xitoyga qartilgan ekanligi ilgari surildi. Xalqaro pul fondi tashkiloti Xitoyning atalmish nol Covid siyosatining iqtisodga ko'rsatgan salbiy ta'siridan ogohlantirib, Xitoyni virusga qarshi turish tadbirlarini qaytadan o'ylanishga chaqirdi. Uy mulk kasbining to'xtab qolishi va davlat ichidagi ehtiyojning tariyishi bu ogohlantirishning sababi sifatida ko'rsatildi. Xitoy xalq to'rining 11-ayning 22 kundagi xabariga qaraganda, Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti tashqi munosabatlar ishxonasining muavin mudiri Chen Xongshan boshchiligidagi vakillar o'miki 17 noyabrdan 20 noyabrgacha Turkiyaning taklifiga binoan ziyoratda bo'lgan. Hay'at ziyorati jarayonida Istanbulda o'tkazilgan 11 navbatlik siyosiy partiyalar yig'iniga qatnashgan. Xinhua agentligi qatorliq davlat taratqularida keng tarqalgan xabarlarga qaraganda, Xitoy vakillari bu jarayonda Turkiyaning har soha kishilari bilan ko'rishgan. Xitoy Kompartiyasining 20-qurultiyi haqida tonishtirish elib borgan hay'at Oq partiya qatorliq barliq siyosiy partiyalarning vakillari bilan ko'rishgan.